Yaşsın adalet! 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 Tinchlaninglar. Qoziliq mahkamasida varanchurun qilishga bo'lmaydi. Keyingi da'vo qaysi? Da'vo dasturlab tugdi hazratlari. Yo'l bo'shtonlar da'votiman. Men seni yiroq tur da'votiman. Yiroq tur. Neymiş oldu? O kishini mang'ul qo'yinglar. Sen nima deb kelding? Ular meni yerimni tortib oldi hazratim. Kim tortib oldi? Xalifaning yasovulari tortib oldi. Nima deding? Qaysi yasovul shunday qildi? Hammasi shunday qildi. O aqlidan ezibdi hazratda. Birdan turib tursizlar, poshshab. Sen uvol qilgan kishilarni aniq deb beralamsan. Menga qarang, hazratim. Xalifaning farmoni bilan hamma kishi menga uvol qildi. Adab bilan so'zla. Qoziliq mahkamasi turayotganini unutib qolma. Ular ziyofatxona selishdan ilgari bu yer ajdodlarimdan man qolgan edi, hazratim. Ular yerini pul bermay tortib oldimi? Shundoq. Ular menga bilindirmay shundoq qilyotdi. Qandaqsi shundoq bo'lg'udak? Men savdo tijorat bilan yoq yurtga ketgan edim. Qaytib kelsam yerimga ziyofatxona selayapti. Unda qilishga kim buyuribdi? Bu xalifaning oliy farmoni ekan hazratim. O keyingi sotda mening oldimga kelsin. Ha, nima dedilar? Gapimni anglamaga o'xshamamlar. Xalifa mahkamaga kelsin. Uning gapini anglab, masalani aniqlab boqay, poshshab. Nimalarni deydiganlar? Chaqchaq qilmayotganlar hazratda. Men sizlarga qachon chaqchaq qilib boqqan, poshshab begi? Men undaq demoqchi emasman. Nima qilishimni bilamay. Shundoq degan edim shu. Bu ish to'limi oson. Rasmo, qandoqsiga? Xalifaning sarayiga berib, mahkamaning chaqirganligini yetkazula. Bu ish rostla pek oson ekan. Men hozirla xalifaning sarayiga berib, uningga yetkazay. Uning o'rniga bir vazir yoki amir kelsa, qandoq bo'lar hazratim? Da'vodagi javobgar dal xalifa tursa, da'vodagi javobgar? Bu ish bakla oson ekan. Avval bola chaqalarim bilan mangulik xo'shishib olib, ondan saroyga boray. Havo tutuqkan. Stop! Kesal! Amchi! Tutuq deganim kesal degan gap emas. Qo'rqma, Shatut. Stop! Kesal! Amchi! Stop! Selamanga Peygamber aleyhisselamның zamanidan başqa o'xshashmagan zamonlardagi ayollarning qissalarini so'zlab berdilar. Peygamberimiz davrida islomga tuhfa qo'shgan biror ayol zoti yo'qmidi? Nemish shundoq deysiz, qizim? Ayollarning qimmati islom orqali kuchaygan. Islom ularning yo'qolgan qadr-qimmatini asliga keltirgan. Buni bilman. Biroq meni demoqchi bo'lganim, ayollarning odamni tan qoldiradigan qahramonlik ish izlari va ahamiyatli qissalar. Undaq ishlar islomning dastlabki davrida to'limi ko'p bo'lgan, qizim. Peygamber aleyhisselamның ayollaridan iborat müminlarning onalari bütün ayollarga ulgu bo'lib, islomga katta tuhfalarni qo'shgan edi. Barhaq. Men sizga o'xshash islom ummati tarixidagi mashhur ayollar haqida so'zlamoqchi. Allohdan sizning ularga o'xshash iymon e'tiqodliq va axloq fazilatli bo'lishingizni tilayman. Islom nuri Qurayshlar osmonida chaqnaganda Peygamber aleyhisselamga ishongan kishilar barmoqda sanig'ideklar oz edi. Ammar, qayerga bordingiz bolam? Meni birodarlarimdan Bilal va Habboblar Peygamber aleyhisselamning uyiga ipadi. Helaqa rostchil, ishonchli kishini demsiz? Allohning payg'ambari desizlar. Undaqda kishilarning deyishib yurgan gapi rostganda? Kishilar nima deyishyapti, Sumayya? Ular Muhammad yangi bir din ilib keldi deyishyapti. U olamlarning Rabbidan kelgan din ana. Siz uningga ishondingizmi, Ammar? Shundaq ata. U odillikda urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga chaqir qiladigan,
buzuq va eski ishlardan to'sadigan, go'zal axloqlarga undaydigan din ekan ata. Bizning u ishlar bilan aloqamiz yo'q. Biz faqat bir qul xolos. Islom qul, quldor deb ayirmaydi. Hamma kishi Allohning nazarida bab-baravar, eng taqvodorlar hurmatli hisoblanadi. Hayotimda men buningdek yaxshi gapni anglab boqmabdi ekanman. O'g'o shu. Biroq men Qurayshlarning bizga g'azab qilishidan andish qilyapman. Allohning g'azabi hammadan qattiq, bakrak qo'rqishga tegishli bo'lgani Allah. Mahsum jamoatining chakiri bo'lib yashashdim o'ta xorliq bo'lmas o'g'lim. Allohning roziligiga, jannatga erishishdimmi katta ish bilmaydi. Undaqda islomga qandoq kiramiz? Menga agishib Allohdan boshqa iloh yo'q. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning payg'ambari deb shahodat aytinglar. Muhammad Allohning payg'ambari. Muhammadning oldiga bordi va kishilar oldida uni qattiq masxara qilib hammalarni kuldirib Ularga nima deding, Ummu Jamil? Men uni sen degan qarg'ishdak ko'rib biz sana qarishtiramiz dedim. Qarg'ishdak-ku? O Muhammad degan so'zning aksi. Bu laqamni uningga men qo'ydim. Bu boshqalarni kuldirgudek gap emaskan. Hayron qoladigan ish hayron qolmaydi ekansan Uxpaning qizi. Mening ismim Ummu Gulsum. Biz bir-birimizni dadalarimizning ismi bilan chaqirsak bo'lmaydigan nemisi bor? Biz ayolcha ismimizdan nemishqa xijil bo'lamiz. Sen savodingni chiqargan bilan yo'ldan chiqibsan. Meningcha savodli bo'lsak, umrimiz barakatga to'ladi, Ummu Jamil. Sen quruq gap qiladigan bo'p qolsan. Uning bilan koringiz bo'lmasin, yenge. Qani, o'z gapimiz kelayli. Men nurg'an kishilarning oldida Muhammadni qarg'ishdak ko'r. Biz sana qarshi denangni rad qilamiz. Amringga qarshi chiqamiz dedim. Sen Muhammadning tag'isiga ayol turib uni qandoq mitillagansan? Uning chaqiriq qilgan dini bizning hayotimizni halok qiladi. Shunga uning dini tarqalib ketishdan ilgari uni yo'qotishimiz kerak. Qani kelinglar. Ularni ustiga ep chiqinglar. Bugun havo bak issiqkan, Abu Lahab. Men Muhammadning agash kuchlariga kuchlik oftobning ta'mini tetsun deb bu savutlarni keltirdim, Abul Hakim. Menga qamchini ber vahshi. Sizlar Muhammadning ilohiga til tekkizib, o'zinglarni bu azobdan saqlab qolinglar. Oy, yegona bir Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. O'limtik qul, bizga qarshi chiqyapsan? Men seni ikki dunyolik yaxshilikqa da'vat qilyapman. Baxsila ata, behuzur yisla. Nima bu? Bu xurma sutigandek narsalar ekan-ku. Go'sh yo'qmi? Buncha kashti go'sh yeyish ziyonli ata. Men 60 yildan beri kech-kunduz demay go'sh yeb keldim. Biroq uning ziyon qilganini bilmayman. Bizga aytib asla ata. Kengashxonada nima ish qilishdinglar? Ular biz va Nazir ikkalanning Yahudi olimlarining yeniga berishimizni talab qildi. Qaltis bo'pti-ku. Ular Muhammadning abdi basharisini ichib tashlay oladi. Ular degan Muhammad da'vat qandak? Osmondan din tushirilgan qavmdir. Kis bir narsa da'vatmanglar. Biz amaliyotda ularning yeniga borgan. Ular bizga oningdan ilgari g'arga panohlangan yigitlar va ularning ahvolining qanday bo'lganligini, yana jahon kizib, zaminning mashriq va mag'rib taraflariga qadam bosgan kishi to'g'riliq so'ranglar degan. Muhammad ular haqida albatta hech nima bilmaydi-da. Dendan yangan o qolcherlarni qiynashda kallamga yangi bir o'y kelib qoldi. Nima o'y u? Hozirlik ko'rasan, vashi. Nima ish xinam? Anglab tur. O ayolning ikki qo'lini biridan tagiga bog'lab, ikki tarafga choptirgan. Onda qilsak uni quli ajrab ketadi, xinam. Men shundoq bo'lsin da'vataman galvan qo'l. Allah hammadan büyük. Allah hammadan büyük. Sen yana emrimizga qarshi chiqyapsan, Sumayya?
Muhammed endi erkeşkiçilerden ayrılıp kaldı. O kargıştek körge karşı çıktık. Dinini terk kıldık. Onun emrige itaat kılmadık. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayım. Çaşkı vakti bilen qısım ki, qaranğılığı ətrafını qaplagan çağdı ki, keçi bilen qısım ki. Ey Muhammed, Pərverdigarın seni taşlı etkili yok. Yaman körüp qağının yok. Sana ahiret elbette dünyadan yaxşıdır. Ahiret elbette dünyadan yaxşıdır. O lanetkərdi dedek, bana biz senin qocan. Tögünü teximi qattiq vur. Ey Allah, faqat senin g'azabingdan saqildiganli ish bo'lsa, men bu azoblarga parvo qilmayman. Sizlar go'shtni yoqtirdilar, qani go'shtga baqsizlar ata. Bo'ldi, yegim yo'q. Bugün akşam Muhammed hemimizden iştahayımızı kaçırdı. Vahiy üzülüp qaq 15 günden keyin o yenimizga Yahudi olimlari aytgan savollarga javob bergili kepti. Shunaqmi? U nim dedi? Onun deyişçe Qur'on degan kitobda o haqda bir narsa deyilibdimish. Heliqi yigitlar bo'lsa, ma'lum bir g'arda 309 yil turibdikan. Zaminning mashriq va mag'rib taraflariga oyoq bosgan kishichu? Muhammed uning ismi Zulqarnayn, ya'ni qo'shmingizlik kishi deydi. Men Yahudiylarning kitoblarida u to'g'riliq so'zganligini o'qigan edim. Muhammed ularni qanday bilgandi? Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan gap. Bunda dalma-dal to'g'ri kelib qolgan bormi? U degan o'qish yozishni bilmaydigan kishi emasmidi? O Rambal o'xshaydi. Yo'q, u sehrgarkan. Meningcha u shoirdek turdi. Nemishqa uning vahiy keladi deb paraslab boqmaymiz. Qani g'azab baqayli. O'lgandan keyin tirilish, qiyomat, hisob degandek ishlarni sen rost deb o'ylamsan. Bu gap rost deb qarasak, albatta bizdek mo'tavarlarning o'zimizga loyiq martabamiz bo'ladi-da. Oxiratning mo'tavarlari degan dunyoda kamtar yashab, Allohning cheklamlaridan saqlangan kishilardir. Men faqat dunyoda obdan yashashni o'ylayman. O'lgandan keyingi ishlar bilan ko'rim yo'q. Muzdek suv ve obdan pişirilgan go'sht bosilib bo'ldi menga. Mening yashash yo'limmi shu? Muzdek suv ichjamsan dedek. Menga Allohning dargohidagi narsalar yaxshi va boqiy qilg'uchidir. Undaqda seni Rabbana yeniga avat etayli. Har qanday bir ajalning to'shilgan vaqti bo'ldi. Shahodat etamanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandisi va payg'ambaridir. Jeningni sep berayotgan Muhammad nemishqa seni qo'g'dab qolmaydi? Nima uchun seni deb bizga o'rish ashmaydi? Allah texi uni urushga amr qilmadi. Muhammadning qilaligini bo'lsa, bu yerdan o'tganda azoblangan holda, ey Yasir oilasi safarchan bo'linglar, Rabbinglar sizlarga jannatni va'da qildi deyishdan boshqa ish bo'lmadi. Rasululloh shundoq dedimi? Voy Allohning suyimli payg'ambari. Moshunda qattiq qiyin qistoqdimi xushal bo'layotamsan? Seni texmi xushal qilib qo'yay. Ey Allah, diningni aziz qilgin. Payg'ambaringga nusrat ato qilgin. Shahodat etamanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandisi va payg'ambaridir. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Şunun bilen Ömer'nin anısı Sümeyye İslam'daki tunji şehitlik mertebesiga nail bo'ldi. Ayollar ishidagi tunji shahid demdilar, ata? Yo'q, o ayollar ishidagilar emas, balki barliq. Ayol musulmonlar ishidagi da'vat yo'lida jon bergan tunji shehiddir qizim. Ah Allah. Men musulmon ayollarning bunda katta shon sharafga ega ekanligini bilmabdiman. Allah xolisa İslamның dastlabki mezgilidagi ayollar haqida yana bir qissani so'zlab berman qizim. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري